alaykum, hurmatli kurs tinglovchilari. Bugun biz sizlar bilan uzluksiz kasbiy ta'lim onlineedu.uz platformasida maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari uchun maqsadli kurslarda joylashtirilgan o'quvlarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Google platformasini ishga tushiramiz va ma'lumot qidirish oynasiga platforma nomlanishi onlineedu.uz'ni yozib, platformani ishga tushiramiz. Platforma ishga tushdi. Yuqori qismdan kirish tugmasi bosiladi. Maxsus oynaga ro'yxatdan o'tgan telefon raqamimizni yozamiz hamda parolimizni teramiz. Parol maxfiyligi uchun, demak, ko'rinmaydi. Ko'rinadigan qilib ko'rganimizdan keyin to'g'ri terilgan login parolni yozgandan keyin quyida misolni bajarib platforma shaxsiy kabinetimizga kiramiz. Kirish tugmasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tgan telefon, login, parol to'g'ri terilgandan keyin mening profilim bandida to'liq ma'lumotlarimiz ko'rinadi. Maqsadli kurslarda joylashtirilgan o'quvlarni ko'rishimiz uchun, demak, maqsadli kurslar bo'limi tanlanadi. Bo'limdagi mavjud kurs virtual kasbiy rivojlantirish kursi joylashtirilgan tanlash tugmasini bosamiz. Mavjud o'quvni boshlashimiz uchun kursni boshlash tugmasini bosamiz. Kurs boshlangandan keyin kurs mo'ndarjasi tanlanadi. Virtual kasbiy rivojlantirish o'quvida 10 ta kontent materiallari joylashtirilgan. Har bir kontent materiallari o'zlashtirilganidan keyin keyingi tugmasiga o'tadi. Ma'ruza matni, taqdimot, video darslarni to'liq o'zlashtirilgandan keyin keyingi tugmasiga o'tib, mavzu yakunida berilgan testlarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Testlar belgilangandan keyin testni yakunlash tugmasi bosiladi va test natijalari ko'rinadi. O'tildi holati ko'rinsa, keyingi tugmasiga bosiladi. Xuddi mana shu tarzda 10 ta kontent materiallari o'zlashtirilgandan keyin kurs yakunida sertifikat taqdim etadi. Kursni muvaffaqiyatli tugatgan tinglovchilarga virtual kasbiy rivojlantirish o'quvida malaka oshirdi deb sertifikat beriladi. Sertifikatlar profil bandining elektron portfoliosida kelib tushadi. Elektron portfolio bandidan sertifikatlarni o'zimizga kerakli joyga yuklab olishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.